Assalomu alaykum. Instagramdagilar, TikTokdagilar yaxshimisizlar, omonmisizlar, YouTubedagilar sog'lar yaxshimi? Xullas, hozir Litva davlatidan ikkita ayol kishi so'rab turibdi pitsa ishiga. Oylik maoshiga keladigan bo'lsangiz, birinchi oydan 1000 yevrodan olasizlar, ikkinchi oydan 1200 bilan 1400 atrofida maosh shunday boshlanadi do'stlar. Bundan tashqari birinchi oy yotog'i bepul bo'ladi. Ikkinchi oydan albatta yonlaringdan to'lashga to'g'ri keladi. Xabarlaring bo'lsin. Kelmoqchi bo'layotganlar menga to'g'ridan avvalo duriza tashab turib, lichkamdan yozishlaring mumkin. Erkaklarga ham ish bor, erkaklarga ham g'ish terish ishi bor. Bu ham mana shu Litvada xohlovchilar bo'lsa, unga ham murojaat qilishlari mumkin va bundan tashqari yuqoriga mana Telegram gruppamizni QR kodini qo'yib qo'yapman. QR kod o'qituvchisi bo'ladigan bo'lsa, shunday ochib turib shu tepasiga mana shu rasmning tepasiga shunday QR kodini o'qitadigan bo'lsalaring, to'g'ri bizni gruppamizga olib kiradi. Xudo xolasa, shu yerda Telegram gruppamizda Shuhrat Beyning silkasi bor. Shu silkadan to'g'ridan bog'lasalaring, Shuhrat Beyni o'ziga ham bog'lasalaring bo'ladi. Albatta qolgan narsalarni u yerdan gaplashamiz. Kelmoqchi bo'layotganlar bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Hammalaring Alloh panohiga sog' salomat bo'linglar.